Salom azizlar, mana navbatdagi bemorimiz bilan ham tanishib o'tamiz. Demak, bular Andijondan kelishgan, Baliqchi rayonidan bizga shikoyatlari bilan albatta ich qotish, qabziyat shikoyati. Demak, necha yillardan beri qotardi? İçim 15 yıldan beri qotib qiynaldi. 15 yil. 15 yil. Keyin sizni shu ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib, ko'rib, videolaringizni ko'rib, shu sizga ko'nglim chopdi. Sizdan boshqa bitta doktorlar bilan maslahatlashdik. Qandaydir sizga ko'nglim keldi. Rahmat, ishonch uchun. Men o'ylaganchalik qo'rqinchli emas ekan. Rosa yaxshi o'tdi hammasi. Mana qarang, operatsiyaga demak 4 kun bo'ldi. Bugun 4-kun, 4-sutka bo'lyapti. Operatsiya laparoskopik usulda, qorinda katta kesmalar yo'q. Shuning uchun og'riq ham yo'q, to'g'rimi? Operatsiyadan keyin sразу o'sha kunni o'zida o'rningizdan turib yurib va bemalol aktivni bo'ldingiz. Narkoz tarqagandan keyin yurdim. Demak, 15 yildan beri ichingiz qotardi. Necha kunlab kelmasdingiz? Bir haftalab, ba'zida 10 kun ham bo'lib ketgan kunlar bo'ldi. Dorilar ichib boshlagan. Dorilar ichardim, o'zim ham medsestra hamshiralik qilganman, ozgina bo'lsa ham bunaqam bor, shuncha. O'zim klizmalar qilardim uyda. O'sha jonga tegib ketdi. Oxiri qiynaldim, foyda bermay qo'ydi. Конечно, 15 yil o'zgacha bo'ladimi? Faqat dori, klizma, hayol faqat shu ichib kelishda bu oson emas. Demak, barcha tekshiruvlardan keyin, обязательно shu rentgen tekshiruv, kolonoskopiyalar hammasidan keyin, demak, bularga tashxis qo'yildi. Ichaklar uzayishi, do'liqa kolon, ichaklar osilib ketgan, buklanib, uzayib ketgan, to'g'rimi? O'zingizga ko'rsatdim. Lechenyalar qilingan, bular doimiy lechenyalar qilib, parhezlar qilib, harakat qilingan, lekin ta'siri ozgina vaqtincha bo'lavergan, to'g'rimi? Dori to'xtatilsa, yana shu narsa takrorlanaverganda. Shuning uchun bular operatsiya qilishga qaror qilib kelishdi. Mana xudo xolisa 4 kun oldin operatsiya bo'ldi bular. Demak, operatsiyamiz unaqa og'ir o'tgani yo'q, uzoqligi ham, davomiyligi ham unaqa uzoq emas. Sразу operatsiyadan keyin harakat boshlangan. Hozir mana ovqatlar, suv ovqatlar ichyapsiz o'sha? Kashalar, suv ovqatlarga o'tishgan o'sha. Bemalol go'shtlar bilan yedingiz o'sha? Ichingiz keldimi mustaqil? Ichim ikki mahal keldi. Mustaqil o'sha ovqatlanyapti mana, mustaqil ichlari kelyapti. Harakat qilganingizda hech qanaqa og'riqlar yo'q. Yo'q, o'zimni yaxshi his qilyapman. Operatsiyadan keyin qiyinchilik darajasi qanaqa bo'ldi o'zi siz? Deyarli qiyinchilik sezilmadi. Ammo operatsiya deganda biz rosa vahima bo'ldik oila a'zolarimiz bilan birga. O'zi operatsiya so'zi vahimali-da. Albatta hamma qo'rqadi. Bu darajada qo'rqinchli bo'lmadi. Hammasi yaxshi kundagidek. Yaxshi, narkozdan qiyin chiqmadingizmi? Ko'pchilik shu narkozdan ham qo'rqadi. Yo'q, men bezovta qilmadim. Sizganingiz ham yo'q, ha? Yaxshi, juda yaxshi. Qanaqadir maslahatlaringiz bormi, tilaklaringiz bormi? Bo'lsa bemalol. Men bugun shunga javob beramiz, o'sha 4-kun bemalol uyga javob beryapmiz, xudo xolisa. Bunaqa holat juda ko'pchilikda uchraydi, ayniqsa biz tumanlarda ham. Qo'rqib, operatsiyadan vahimaga tushayotganlarga men qo'rqmaslikni maslahat berardim. Qo'rqmasdan kelib, shu yerda operatsiya bo'lsa, qiynalmaydigan hayotga qaytargan bo'ladi. Ularga boshqacha bo'ldimi? 15 yildan keyin mustaqil kirish baribir endi hojatga juda yaxshi. Demak, azizlarim, kasallikni cho'zib olish kerak emas. İlk damidan boshlanishidan o'sha sразу mutaxassisga ko'rinib lecheniya qilish kerak-da o'z boshimchalik bir nimalar qilish kerak emas. Haligi surgi dorilarga o'rganib qoladi, ichsam kelaveradi-ku deb ichib yurishadi, keyin oxiri u ham ta'sir qilmay qoladi. Undan ko'ra sразу borib, lecheniya qilib, ilk sababini aniqlash kerak-da kasallikni. Keyin davolanib yursa, может быть, operatsiyagacha ham yetib bormasligi mumkin-da. Bunaqa 10-15 yil yursa, конечно, o'sha dorilar lecheniya yordam bermaydi. Unda faqat operatsiya qilamiz. Ichaklarda bizda laparoskopik usulda qilinadi. Shunga reabilitatsiya juda ham tez. Xudoga shukr, bemorlarimiz hammasi sog'ayib yaxshi bo'lib ketyapti. Sizga ham rahmat aytaman. Ishonchingiz uchun, ishonib shunchalik kelib nima qildingiz? Kasal bo'lmang, boshqa hamma aytgan tavsiyalarni bajaring, to'g'ri turmush tarzi, qayta ko'riklarga vaqtida kelib turing. Xo'p, rahmat sizga. Sizlarga rahmat hammaga e'tibor uchun. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.